Oybek aka bugunga qanaqa qo'ylar chiqadi? Ahmadjon qo'ylarni zot yo'lanishi o'ta dahshatlari chiqadi. Narxini ham sindirib berasiz-a? Narxi o'ta arzon. Bizda haligi obunachilar suteka, puteka naligi bo'lmaydi. Narxi o'ta arzon qo'ylar. Xo'p. Xudo xolasa qo'ylarni ko'rsat. Assalomu alaykum Ahmadjon o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Obunachilar bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 6-may. Xudo xolasa biz bugun Namangan viloyati Namangan tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'iga yetib kelamiz, hurmatli obunachilar. Bugun biz Oybek akamizni qo'llarga yetib kelamiz. Assalomu alaykum Oybek aka. Ahmadjon. Keldim, yaxshimisiz Oybek aka? Rahmat, sizmisiz? Ha, rahmat. Bugunga qanaqalardan chiqadi Oybek aka, xudo xolasa? Bugun Ahmadjon bir 6 yosh, 7 yosh qo'zi qo'chqonlardan chiqadi, Qirg'izistondan o'tgan. Zotga Oybek aka bugunga. Zotga, xudo xolasa qo'ylarni olatda obunachilaringiz rahmatini aytadi. Xudo xolasa Oybek aka. Akamdan qo'yasam bo'lar ekan deb. Bo'ldi. Akalar bugunga xudo xolasa 6 partiya, 7 partiya zotga qo'y chiqardi deyaptilar. Chiqardi qaranglar, go'zaldan chiqdi. Birinchi partiyasi buni yosh oyligi qanaqa Oybek aka? Bu yosh oyligi 10 oylik. 10 oylik atrofida. Ha, 10 oylik. Lekin qo'chqorni dumba razreziga o'zlaring bitta bahoni berib ketasizlar, hurmatli obunachilar. Dumba razrezi qaranglar. Dakan sarazrez ekan, hurmatli obunachilar. Oyoq kenglari ham haqiqiy zo'r. Bo'yi necha Oybek aka buni bo'yi? Bo'yi 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi. Ha, 80 ga olishaveradi. Hurmatli obunachilar, 80 ga olar ekansizlar. Yoshi qo'zi ekan, hurmatli obunachilar. Oybek aka buni bo'ladigan narxida tishini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Mana obunachilar qo'zi hali jonivor. Uni to'shini qaranglar, ot to'shiga o'xshaydi, hurmatli obunachilar. Oyoqlari ham stakan tuyoq variantidan. Bo'ladigan narxida Oybek aka buni. Narxi 7,5 berishaveradi. 7,5? Aha. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlarini yozib qo'yishadi Oybek aka. 7 million 200 mingga berasiz. Samarqandgacha dastavka qilib berasiz. Ahmadjonni kanaldanman desa sizni o'zingiz. 7 million 200 ga dastavkasini ham qilib beraman. Ahmadjonni kanaldan telefon qilyapman degan odamlarga. Mana obunachilar mana 7 million 200 ming so'mga Samarqandgacha dastavka qilib berar ekanlar. Ahmadjon o'z kanalidan telefon qilyapman desalar, xudo xolasa narxini ham zo'r qilib chiqaradilar, hurmatli obunachilar. Ekrandagi nomerlarga aloqa qilib turasizlar. Bo'lmasa biz ikkinchi partiyamizni chiqaramiz, hurmatli obunachilar. Ketdi. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham qo'chqorli haqiqiy oq yuzlaridan, qulog'i ham 20 variantdan chiqdi, hurmatli obunachilar. Quloqni qaranglar uzunligini. Quloqni yapaloqligi ham вообще zo'r, hurmatli obunachilar. Qo'chqorlarning haqiqiy go'zallaridan chiqdi ikkinchi partiyamizga. Oybek aka, bular yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyliklari Ahmadjon 9 oylik. 9 oylik atrofida. Ha. Hurmatli obunachilar, 9 oylik atrofida oyoq kenglarini ko'ringlar. Bu qo'ylar Qirg'izistondan o'tgan, uyimda boqayotgan qo'ylarim dedingizmi? Bu uyda boqyap turgan o'zim yemga baqib, o'sha obunachilarimizga tayyorlab turgan qo'ylarim Ahmadjon. Ha. Xudo xolasa mana shularni endi sotaman deb hali qilyapman. Bo'ldi aka. Xudo xolasa obunachilar qo'ylarni oyoqlariga ham bir e'tibor bering, stakan tuyoq variantida, hurmatli obunachilar. Yungi ham toza bo'ladi. O'z zotli qo'yda obunachilar tushunasizlar, yungi ham toza bo'ladi. Hurmatli obunachilar mana. Sal ochinglarchi orasini. Qo'chqorlarni ko'rsatdim. Dumbarazlari ham haqiqiy dakansa variantida, hurmatli obunachilar. Qo'chqor dumbalarni qaranglar. Qo'chqorga bittadan like tirsillatib kanalga obuna bo'lib tursalar, Oybek akam qo'ydi narxini sindiradilar, xudo xohlasa. Oybek aka buni narxi bo'ladigani bo'yi necha bo'yini aytmayapmiz? Bo'yi 80. Bo'yi 80 ga olishaveradi. Hurmatli obunachilar mana ikkovi ham 80 ga olar ekansizlar. 80 plyustalik hurmatli obunachilar qo'yiladi bo'yi. 80 ga olishaverar ekan. Hop, bo'ladigani narxini sindirib chiqaverasiz o'zingiz. Bo'ladigan narxi bo'ladi Ahmadjon 14 million 200 ga beraveraman. Ikkovini olishaman deganga. Ikkovini olishadi, Oybek aka kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishadi. 14 million so'mga Samarqandgacha dastavka qilib berasiz. Muammo yo'q. Ahmadjonni kanaldan desa sizga 14 millionga beraveraman. Dastavkasi o'zim qilib beraman. Bo'ldi, hurmatli obunachilar mana. Ahmadjon o'z kanalidan telefon qilyapman desalaring 14 million so'mga ikkovini Samarqandgacha dastavka qilib berar ekanlar, hurmatli obunachilar mana. Kanalga obuna bo'lib, like tirsillatib tursalang, Oybek akam qo'yni narxini sindirib beraman deyaptilar. Obunachilar, biz yo'masa 3-partiyamizga o'tamiz. Obunachilar, 3-partiyamizga ham qo'chqorli gullardan chiqdi. Qo'chqorli qaranglar qulog'ini. Oq yuzidan olib boqaman degan tog'alarimiz uchun вообще ideal bo'ladigan variantidan. Ikkovi ham toza arashanaga, hurmatli obunachilar. Oyoqlarini qaranglar, stakan tuyoq. Junglari olib qo'yilgan mana. Olib borib yemga tashlab qo'yasizlar. Bular yosh ekan, hurmatli obunachilar mana.
olib borib o'zlarining tarbiyasini qilib sog'liqqa qo'shsalar, xudo xolsa bolani ham zo'r beradi, hurmatli obunachilar. Bundan tushgan bolalar kamida $1000, $1,500 bo'ladi, xudo xolsa. Obunachilar, Oybek aka buni yosh oylari qanaqa qo'ydi, bitta ma'lumotlarini bering o'zingiz. Ahmadjon, bu yosh oyligi 9 oylik. Hammasi bir xil ekanda? Hammasi bir xil bo'ladi. Hammasini bir xil olganman, bir joydan, Qirg'izistondan. Qirg'izistondan kelgan. Ha, Qirg'izistondan kelgan, boqib yurgan qo'ylarim. Ha, Qirg'izistondan qo'ziligida o'tgan, siz o'zingiz yemlab boqib yurgan variantingiz. Turgan qo'ylar. Ha, mana obunachilar o'zlari boqayotgan variantlar ekan. O'chqarlar yeb ichishga garantiyasi bor ekanda, bo'lmasa. Yeb ichishga garantiyasi bor, bir haftagacha. Yeb ichishga bir hafta garantiyasi bor. Lechina, pechina, ukar, dori hammasi bo'lgan. Lechinalar ham bo'lgan-a? Xudo xolasa mana obunachilar mana. Sinalgan qo'ylar ekan. Uyda boqib turilgan qo'ylar ekan mana. Obunachilarimiz bularga rahmatini aytadi. Xudo xolasa rahmatini aytadi. Bo'yi necha Oybek aka buni bo'yi? Bo'ylar o'sha 81 ta, 80 ga olishaversin. Hurmatli obunachilar mana 80 ga olar ekansizlar. Hop, yosh oyliklari qo'zi, 9 oylik qo'zi dedingiz. Xudo xolasa qo'chqarlar haqiqiy go'zallar degan. Dumbarazlarga bir e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Oyoq kiyimlarga. Buni bo'ladigan narxi zo'r qilib chiqaraveraman dedingiz Oybek aka, bitta sindirib beringchi narxini. 14 million beraveradi bunga ham. 14 million so'mga Samarqandgacha dastlabkasi bor. Obunachilar Ahmadjon Uz kanalidan telefon qilyapman desalar, xudo xolasa o'tib ham beradilar. Hech kim aytganiga sotmaydi, sunnatiga o'tib beradilar obunachilar mana. Kanalga obuna bo'lib, like tuslang, xudo xolasa qo'chqarlarning narxini yap. Kanalingizdan desa o'tib beraman. Ahmadjon Uz kanalidan telefon qilyapman desalar, o'tib beradilar, hurmatli obunachilar mana. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bo'lmasa keyingi partiyaga o'tamiz. Obunachilar 4-partiyamizga ham afg'onni vobshi zo'ridan chiqdi. Biri afg'on, biri arashan, hurmatli obunachilar. Afg'onni qaranglar. Bularning ham yosh oylari 9 oylik atrofida. Yunglari ham toza, hurmatli obunachilar. O'zi simjin, o'zi tilaydigan variantlar mana, hurmatli obunachilar. Qo'chqorni razresiga bir e'tibor berib ko'ring. Dakansa razresi, hurmatli obunachilar. Oyoq kenglari ham haqiqiy go'zal. Keng oyoq, hurmatli obunachilar mana. Stakan tuyoq variantida. Yuzlarga bir e'tibor bering, Hoji aka. Qo'chqorni qarang. Ikkovi ham 9 oylik, yosh oylar bir xil dedingiz-a? Ha, bir xil. 9-10 oylik atrofida ekan, hurmat. Mana obunachilar. Oybek aka buni bo'yi necha? Bo'yi 80. Bularni ham 80 ga olishaveradi. Bir xil pash. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, mana bularni ham 80 ga olar ekansizlar. Buni bo'ladigan narxida Oybek aka, narxini ham sindirib bering. Bo'ladigani buni 6 million 900 dan. Mana shular. Ikkovi. Ikkovi. Bir joyga bo'lsa 6 million 900 ming so'mdan. 6 million 800 ming so'mdan berishadi Oybek aka, Samarqandgacha dastlab qilib berasiz. Ahmadjon Uz kanalidan telefon qilyapman, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yganman deysa. Bo'ldi, Ahmadjon degan javob. Xudo xolasa obunachilar mana Ahmadjon Uz kanalidan telefon qilyapman desalaring, qo'ylar narxini o'tib beraman deyapti, hurmatli obunachilar mana. Aloqada bo'lib turasizlar, xudo xolasa aytilgan narx soat bo'lmaydi. O'tib berishadi, hurmatli obunachilar mana. Yana bitta gap, obunachilarimiz hammasini qo'yladi, hammasini bir joyga olaman desa, yana hayri bor. Hammasini bir joyga olaman desa, o'tib ham beragansiz. Hayri bor qo'ydi. Gap yo'q Oybek aka. Zo'r qo'ylar. Xudo xolasa qo'ylaringiz zo'r ekan lekin Oybek aka mana. Obunachilar, olgan odam rahmatini ham aytadi. Xudo xolasa qo'ylardan muammo yo'q. Xudo xolasa rahmat aka. Obunachilar, yo'masa biz keyingi partiyaga o'tamiz. Ekrandagi nomerlarga aloqa ochib qolasizlar. Hammasini bir joyga olaman desalarning narxidan o'tib ham beraman deyapti. Biz bo'lmasa keyingi partiyaga o'tamiz, ketdik. Obunachilar, oxirgi partiyamizga ham qo'chqorlar haqiqiy go'zaldan chiqdi. Zot yo'nalishiga ham 5 ta 10 ta soliq bor odamga vobshi zo'r bo'ladigan variantidan, hurmatli obunachilar mana. Oybek aka, buni ham yosh oylari bir xil, bo'yi ham 80 plyusda-ya, xudo xolasa. Bo'yi ham 80 plyusda ekan, hurmatli obunachilar. Zot yo'nalishiga ham bo'laveradi. Hop, Go'shtga ham bo'laveradigan. go'shtga ham bo'ladi. Narxini ham go'sht yo'nalishida bo'ladigan qo'ydi narxida qo'yib berasiz, Oybek aka. Narxini ham go'sht yo'nalishida bo'ladigan qo'ydi narxida qo'yib berasiz. Qo'yib beraman. Xudo xolasa Oybek aka mana. Buni bo'yini aytdik, yosh oylarini aytdik, bo'ladigan narxida. Narxini sindirib beringchi oxirida, video oxirida. Kim olamansa 6,5 ga ketaveradi. 6,5 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dastak qilib berasiz. Obunachilar Ahmadjon Uz kanalidan telefon qilyapman desalaring, hop, xudo xolasa narxini ham sindirib beradi. Qo'chqorda ham dumbarazlizlar ham haqiqiy dakansa, hurmatli obunachilar. Zotga ham vobshi zo'r bo'ladi lekin, hurmatli obunachilar mana. Qo'chqor oq yuz. Yuzlari ham toza mana. Oyoqlari ham stakan tuyoq, hurmatli obunachilar. Bo'lmasa biz videoni tamom qildik. Oybek aka, sizni
Chorvangizga baraka bersin. Obunachilarimiz like bosib tursa Ahmadjon yangi kanal ekan, xudo xolasa qo'yiladi, zo'ri kelaveradi, faqat bundan bari. Xudo xolasa. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz bo'lmasa Kelib videoni. ko'raman desa Ahmadjon, Hop, uyda qo'rada qo'yam bor. bo'ldi. Muammosiz, qo'y o'ta ko'p. Biz Bo'ldi. ham endi shu ishni boshlayapmiz, xudo xolasa obunachilarimiz like bosib turaversin. Bo'ldi. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.